Mana taslim bo'lganlar deyman-ku, kelishadi. Birinchi oy eng qiyin oyda. Fundamentaldagi birinchi oy yig'laydigan oy. Men o'zi birinchi darsga kirganimda aytaman. Ustozlarga ham aytaman, shunaqa deydilar. Birinchi oydan o'tib olsanglar, mana sizlarniki. Faqat qanaqa o'tasizlar? Har kuni borasizlar uyga, kamida 2 soat, kamida har kungi mavzuga 2 soat tayinlanasizlar. Hech kim bezovta qilmaydi, ishingni yopib qolasizlar. Bitta shokolad, bitta kofe, o'qish. Bu yerdaga 2 soat kam. Bilim baza esa juda ham katta. Biz masalan bitta sohani o'rgatib qo'yishimiz mumkin-da. Eng osoni xizmat. Masalan, xizmat, mana provodkalar, mana adines, mana bir oyda ham o'rgatib beraman kerak bo'lsa, masalan. Lekin u kimga kerak? Siz ertaga qayerga borishingizni men qayerdan bilaman? Ishlab chiqarishga borasizmi, xizmatga borasizmi, savdoga borasizmi? Hammasini buxgalter bilish kerak. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Va yana shuni bilib qo'ying. Provodkalar cheksiz. Biladi hamma matematikada bu. Siz aytmang, bizda apkoda bu provodkani o'rgatishmagandi degan holat aytmang. Biz sizga negizini berdik. Aktiv, passiv, tranzit va uni vazifalari har bitta shotga nima qo'yish mumkin? Kimdan kimga qarzi, kimdan kimga avansi, kimga beradigan majburiyati, masalan. Va provodkada o'zgarishi mumkin nimaga qarab? Qonun o'zgarishiga qarab. O'shaning uchun cheklab qo'ymang o'zingizni. To'g'ri. Eng asosiy bilimingizga tayangi, shu provodkada qiynalysizmi, eslolmayapsizmi, daftaringizda yo'qmi? Izlaning. Yana qaytadan o'qing, qanaqa bir-bir bilan bog'lasangiz bo'ladi. Har qanaqa aktiv shotini bog'lanadigan passiv shoti bor. Mana sizlarga katta motivatsiya. Ana o'shanisini topib olishingiz kerak. Bitta shot qizara oladi bizda. Qaysi shot? 87-shot. To'ppa-to'g'ri. Qolgan shot qizara olmaydi. Va har bitta qolayotgan qoldig'i tanishingiz kerak. Qoldig'ida qolayotgan raqamlarni 100 million qopti. 60-shotingizda sizda. Ostatkada. Rahbar so'raydi, nima bu? Men bitta 100 million pul turibdi, nima bu deydi. Nima deb javob berasiz? Ha, tez javob bering, deyaptilar. Hozir kartani yeysiz bo'lmasam deyaptilar. Ha. Ana o'sha mol yetkazib beruvchidan qarz bu umumiy javob bo'lsa, palonchi injenering ga shuncha pulimiz bor, haqiqatdan realniy, uni mana bu sanada o'tkazasiz, qarzni yopasiz deb aytgansiz. Deydigan darajada raqamlarni tanishingiz kerak.